Qariyb 500 yildan beri ziyoratchilar ostonasidan ayrilmayotgan yana bir buyuk murshid haqida hikoya qilib beramiz. Ba'zi manbalarga ko'ra, u zotning nasli Piri Turkiston, Hoji Ahmad Yassaviyga borib taqaladi. Bugun biz Chimir ota maqbarasidamiz. Bugungi kunda yurtimizdan ko'ra ko'proq qozoq birodarlarimiz orasida mashhur bo'lgan bu zot haqida hikoya qilib beramiz. Rivoyat qilishlaricha, qozoq dashtlarida qattiq qurg'oqchilik boshlandi. Yog'ingarchilik yog'maydi, o't-o'lanlar o'smaydi, qo'y yilqilar yoppasiga qirilib ketishi boshlaydi. Vaziyatga chora izlagan xalq Allohga tavakkal qilib, yon atrofga tarqala boshlaydi. Bir guruh insonlar o'z podalarini Kelez daryosigacha haydab keladilar. Daryodan kechib, insonlar ikkiga bo'linadilar. Chap tarafga ketganlar Qo'yliq diyoriga, o'ng tarafga ketganlar esa Qushqo'ndi hamda Oltintepaga kelib joylashadilar. Ko'kalomzor bog'lar, suv to'la anhorlar yaqinida joylashgan xalq mahalliy aholi bilan tezda til topishib oladi. Ulardan dehqonchilik sir asrorlarini o'rganib, o'z ahvolini tez orada yaxshilab oladi. Bu yerga ko'chib kelgan insonlar orasida bir o'ta ilmga chanqoq, zehni o'tkir bola bor edi. U Chimir ota edi. Ota-onasining noroziligiga qaramasdan uyidan ancha uzoqda bo'lgan madrasaga qatnay boshlaydi. Ustozlari uning ilmga bo'lgan salohiyatini ko'rib tan berishadi hamda ota-onasini bolani ilm olishda davom etishga ko'ndirishadi. Keyinchalik Chimir ota ham shariat, ham tariqat ilmlarini mukammal egallaydi hamda o'zi ham katta ustoz, komil murshidga aylanadi. Zamonasi kelgach, Chimir otaning ko'ngliga haj qilish ishtiyoqi tushadi hamda u Makkaga yo'l oladi. Yo'l-yo'lakay islom olamining ilmiy markazlari bo'lmish bir qator shaharlarni ziyorat qiladi. Bu yerdagi insonlarning ilmga bo'lgan ishtiyoqi, masjid hamda madrasalarda yaratilgan sharoitlarni ko'rib, yurtga qaytgach albatta masjid hamda madrasa qurishni qaror qiladi. Muborak haj amallari bajarib bo'lingach, Chimir ota yurtga qaytadi hamda o'ylaganidek katta masjid va madrasa bunyod qiladi. Bu yerda o'zi imomlik qiladi, xalqni tarbiya qiladi hamda insonlarga ham shariat, ham tariqat ilmlari bo'yicha dars bera boshlaydi. Chimir otaning dovruqlari tez orada yon atrofga yoyila boshlaydi. Ayniqsa u zotning o'z urug'laridan bo'lgan qozoq birodarlarimiz Chimir otaga qattiq ixlos qo'yishadi hamda turli xil shaharlardan ham shariat, ham tariqatga doir bilimlarni egallash uchun huzurlariga oqib kela boshlashadi. Chimir ota huzurlariga ilm olgani kelgan talabalarga ilm berish bilan bir qatorda bir qancha hunarlardan ham saboq berardi. Shogirdlari shu yerdan uylanib, keyinchalik Damariq kanali bo'yida To'labiy hamda Qushqo'ndi mavzelariga asos solib, muqim yashab qolishgan. Chimir ota 1530-yili vafot etganlar hamda shu yerga dafn etilgan. U zotning qabrlari ustida bir necha bor maqbara tiklangan. Ortimda ko'rib turganingiz zamonaviy bino Chimir otaning bugungi kunda Qozog'istonda istiqomat qiluvchi avlodlari tomonidan O'zbekiston hamda Qozog'iston hukumatlarining o'zaro kelishuvi asosida bunyod etilgan. Bu maqbaradan avval bu yerda mavjud bo'lgan kichikroq maqbara esa 19-asrning ikkinchi yarmida bunyod etilgan bo'lgan. Aynan shu maqbaraning ichida bugungi kunda Chimir otaning o'zlariga tegishli bo'lgan asolari saqlanib kelinmoqda. Siz ham Toshmi posti tarafga ishingiz tushsa, albatta Chimir ota masjidi yaqinida joylashgan Chimir ota maqbarasini ziyorat qilishni unutmang.